Iyo hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Jasur. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Bu videoda biz Granny Chapter 2 o'yinini o'ynaymiz. Zig'ilda bilamiz. Bu da yana o'ynamoqchiman. Chunki bu da o'tgan safar korotga yana qochganik, endi yana bu safar bu yerdan qochib o'ramiz. Lekin hammaga rahmat. Kanalimizda 65 ta podpисчик bo'libdi. Xudo xolasa endi 75 ta bo'lamiz. 75. Lekin sizlar uning uchun podpiska bo'lsanglar, like ham bosib qo'yinglar. Korotchi biz Granny'ga o'tgan safar surib o'rgandik. Mana bu yerdan holat chol ikkalasi bilan bitta kampir va chol bilan bugun yana o'ynaymiz. Lekin voy qo'rqizvordi o'ynayni bolas. Granny Chapter 2'ni ko'p vaqtdan beridan o'ynamagandim. Esimdan chiqmayapti. Cho'ta nito bo'lib turibdi bunga o'yinimiz. Mayli ketaveramiz sekin yugurib. Hoppa, to'pponcha stangan. Ol, bo'l, o'qtol. To'g'ri keladi o'z. Mana ichiga kirib ketdik. Voy, uningni. Kalta olib qo'yamiz bu to'g'ani. Sensitivity mana bunaqa qilib qo'yamiz. Sensitivity bu oyimoz yangi telefon olmoqchi, shunga korotchi nima oyim yangi telefon oladi, shunda men yangi videolar olib tashlayman. Weapon. Hozir bizga kerak emas. Shart emas-da hozircha. Biz Granny'ni ko'p vaqtdan beri o'ynamadim men. Sal esimdan chiqibdi. Ko'p narsalar esimdan chiqib ketgan Granny Chapter 2'ni. Chunki buni lekin yozda Granny'ni minglab o'ynaydim. Hozir Granny'ni sal bo'lsa ham juda ham ko'p o'ynamayapman. Hozir faqat Minecraft o'ynab yuribman. Horror uncha qiziqmayapman, YouTube ko'ryapman hozir. Bahor oyida qiziq bo'lmaydigan horror oylar. Lekin menga ana Schoolboy yoqadi, Metal yoqadi. Metal Horror Escaper. Maker or Escaper. Ana kesor to'xti. To'xti kesdik. Opaxon. Ana opaxon. Bizga judayam kerakli narsamiz topildi. Asosiy eshikdan qochamiz bugungi videoda. Uchinchisida normalda vertolyotda qochamiz. Qoch. Granny qo'lda ham keladi. Ana ikkita la'natlangan kalbosh va opaxon uyg'ondi. Qoch. Hozir otaxonni
chaqirdik, endi opaxon ham keladi izidan. Urguraman mancha. Urgurdik. Ovoz chiqmadi deb o'ylayman. Crowbarda olamizda. Tog'a ko'ryapti. Xo'la, ketdingizmi? Buvi. Buvi. Buvijon, ko'rib nima qilasiz? Voy! 2 kunni ketkazib yubordik. Grenini ko'p bo'ldi o'ynamagamga. Avvalda birinchi kunlarda qochib ketardim. Omad edi shu paytlar chotga o'ynardim. Hozir esa o'ynolmaydigan bo'lib ketdim. Grenini. Esimdan chiqqanmi? Ko'p o'ynayman endi Grenini deganni. Grenini o'ynash lekin menga juda ham yoqadi. Ayniqsa xo'la tog'a va Grenini 4. Grenini 4 hozir yuklab bo'lganman telefonimga. Voy qoch endi. Va o'ynaydi. Qopqonlarni to'ldirib yuborgan. Qopqon hamma yerda. Amakini akasi shu yerni ochib ko'rmadik. Shu yerda safety bo'lsa kunimiz chotki bo'lib ketardi. Amakini akasi. Ya, bolasida. Nosferatu. Noskash, короче. Nimaga noskash? Nimaga Grenini 4ta qo'shilgan desalar, chunki yerda yashagan Grenilar shu yerga mashinasi bilan kelgan. Opa, tog'a. Uyg'ondingizmi ertalabdan? Ana kampiringizni bitta chaqirib yuboraydi. Shunda bitta ishim bor. Ya ke. Ket. Chengutda olamiz, qoch. Grenini ko'p bo'ldi o'ynamamga. Chapter 2. Qani mindik endi mana bu yerga. Mana buni qiyib tashlaymiz. Qotdi. Nimaga telefon qotdi? Keyin sizlar ham OBC5 va Reker kanal va Artifact kanalini bilsalaring kerak. U kanallar mashhur короче. Reker, Hacker, Yasiko, Wizerus, Sonic John. Shular mashhur короче. Opa, xola endi. Xayr, sizni uyingizda Omarib qochib ketdik. Mana 3-kunda qochdik. Mana xayr tog'a. Xayr buvi. Izlashyapti, topolmayapti. Grandpa. Ey, xomkalla qayerga ketdi deyapti. Ha mayli, bunga video yo'tat deb o'ylayman. Agar video yoqmasa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Sizlar bilan men Jasur bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.